Uchtepa tumani Uchtepa soliq boshqarmasi yonida Uchtepa Avenue turar joy majmuasidan 2 xona remontli 3 xona qilingan xonadon sotuvga chiqarilyapti. Turar joy majmuasini ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy turar joy majmuasi, o'zining dam olish zonalari, bolalar maydonchasi, ochiq avtoturargohlariga ega. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, kirib xonadonimiz bilan birga tanishib chiqamiz. Xonadonga kirganimizda, demak, kirishimizda kichkinagina, chiroyligina xul qilingan. Bu yerga shkaflar qo'yib, o'ziga jihozlab olishingiz bo'ladi. Kirganimizda, demak, chap tomonda bitta xona bor. Tayyor remontli, ko'rib turganlaringiz remontlar chiroyli va sifatli qilingan, konditsionerlari bor. Bu tomonga kirganimizda ikkinchi xona. Bu yerda ixchamgina detskiy xona qo'shib bo'ladi. Sanuzellari alohida qilingan. Bu yerda hojatxona. Bu tomoni vannaxona. Va bu yerda oshxona. Oshxona yo'llari qo'yilmagan, kat yo'llari bor, aristollari bor. Bu yer yana mehmonxona, bu yerda ham konditsioner qo'yilgan, ko'rib turganlar remonti bu yerda ham yaxshi. Katta yo'lga qaragan derazalari bor, skvozdan holatda. Kvadratlari aytib o'tganimizdek 65/8, hujjat bo'yicha 68/7 ga to'lov qilishgan ekan. Narxlarini 92 ming aktyor e'lon qilinyapti. Ko'rib, solishtirib, ma'qul bo'lsa bog'lansalaring, yana 100 ming egalarga gaplashib, savdolash imkoniyati ham mavjud.